Assalomu alaykum. Sizlarga mashinalardagi speedometrdagi kilometr taqsim soat o'lchov birligidan metr taqsim sekund o'lchov birligi o'tishni 1 minut ichida o'rgatib qo'yaman inshaalloh. Boshlaylik. Xo'p, 1 kilometr taqsim soat o'zi nima degani? 1 metr taqsim sekundchi. Qaranglar. 1 soatda 1 kilometr yuradigan tezlik degani, bu esa 1 sekundda 1 metr yuradigan tezlik degani. Endi 1 sekundda 1 metr yuradigan desam, 1 soat yursa nima qiladi? 3600 sekund bor 1 soat ichida. Demak, u 3600 metr yuradi. Endi 3600 metr nima degani desa, 3.6 kilometr degani. Bu degani 1 deganda, ya'ni 1 sekund ichida 1 metr yuradigan desam, 1 soat yursa 3.6 kilometr yuradi degani. Endi bitta mashina 72 kilometr taqsim soat tezlikda ketayotsa, qancha yuradi desa, 72 ni 3.6 ga bo'lasiz. Shuning ichida nechta bor degan ma'noda? 20 chiqadi. Bu degani 20 metr taqsim sekund degani. Ya'ni 72 tezlikda ketayotgan mashina 1 deganda 20 metr yuradi. Misol uchun 108 tezlikda ketayotgan mashina 1 deganda qancha yuradi desa, uni 3.6 ga bo'lsangiz 30 chiqadi. Bu degani 30 metr taqsim sekund yuradi degan ma'noni bildiradi.